Hammaga salom, sizlar bilan har doimgidek Mirabror. Bugun sizlar bilan o'zimni klubimni ko'rsataman. Men bunda rosa kuchayib ketdim. Qaranglar, overni qaranglar. Pulni qaranglar. Pulni o'tgan kuni kecha ana bu 1 million qaranglar klubni. Vardan qaranglar. Overim 111. Qaranglar. Cristiano kecha oldim. Buni bir oy oldin oldim. Buni ham bir oy oldin oldim. Roberto Carlos qaranglar 114. Manoni ham o'sha payt oldim. Buni esa kecha oldim. Varta shu 3 oydan beri yotibdi. Mahrez kecha oldim. Ronaldo bilan qo'shilib. Manoni oldin oldim. Bu menda oldindan beri bor. Pisli ham menda oldindan beri bor. Qaranglar. Ballon d'Or ochilgan bilasizlarmi? Ballon d'Orda mana shu Roberto Carlos tushdi. Kuchaytirganman. Cristiano'ni ham kuchaytirdim. Hozir Maronga kirib futbolistlarni ko'rib chiqamiz. Qaranglar, mana shular sotib bo'lmayapti-da. Mana shu futbolistlarni sotib bo'lmayapti. Sotib bo'lmaydi. Ana meni futbolistlarim. Casillas bor, qaranglar, Casillas. 969 ta o'yinchim bor. Oldin 1000 ta edi. Kamaygan hozir. Futbolist sotish kerak. Bu ikkinchi qism. Shortizga chiqamiz. Shortizda ana bu 1 minut video olinadi. Shuning uchun buni o'chirib turib boshqatdan aniqlamiz. Hammaga xayr.